oldi sotdi shartnomalari u ham yozma, ham og'zaki bo'laveradi. Ya'ni bunga oddiy misol qilsangiz, magazinga kirasiz, nimanidir xarid qilasiz, chek bersa berdi, bermasa yo'q. Ya'ni agar chek beradigan bo'lsa, demak oldi sotdi shartnomasi yozma shaklda tuzildi degandek gap. Yoki umuman yozma shaklda nimanidir oldi sotdi qilishligingiz mumkin. Yoki ko'char va ko'chmas mulklarni oldi sotdi qilganingizdagi yozma shakldagi, ya'ni uchinchi shaxs notariusni qatnashishligi bu oldi sotdi shartnomasining yozma shaklda tuzilishligiga dalil bo'ladi. Bundan tashqari oldi sotdi shartnomalarida voyaga yetmagan shaxslarning qanchalik huquq va erkinliklari bor? Voyaga yetmagan shaxslar oldi sotdi shartnoma qila oladimi? Qila oladi. Ya'ni voyaga yetmagan shaxslar ham oddiy do'kondan nimanidir xarid qilishligi mumkin. Ya'ni shartnoma qilyapti. Voyaga yetmagan shaxslarning oldi sotdi shartnomalarida bir qancha cheklovlar bor. Ya'ni voyaga yetmagan shaxslar uchun taqiqlangan mahsulotlarni sotib olishligi minimal baholash miqdorining eng kam oylik ish haqining 10 barobardan yuqori bo'lmagan holatda oldi sotdi shartnomalarini qilishligi mumkin. Bunga qanday tushunsa bo'ladi? Bunda aytaylik, o'g'lingiz 5 millionga qanaqadir telefon ko'tarib kelgan bo'lsa, siz aytishingiz mumkin, yo'q, bu telefon bizga kerak emas. Siz u telefonni qaytarib magazinga olib borganingizda magazinchi aytishi mumkin, bizda sotilgan mahsulotlar qaytarib olinmaydi. Sotuvchilar ham buni bilib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Voyaga yetmagan shaxslar bilan eng kam oylik ish haqining 10 barobardan yuqori bo'lgan summada oldi sotdi shartnomalarini qilish taqiqlanadi. Shundan kelib chiqadiki, agar farzandingiz katta miqdordagi xaridni amalga oshirgan bo'lsa, agar u xarid sizga noo'rin deb hisoblanadigan bo'lsa, siz borib bemalol xaridni bekor qilishligingiz mumkin. Yana qanaqa shartnomalarni bilasiz yoki bilishni xohlaysiz? Iloji bo'lsa kommentariyada yozib qo'ysangiz, imkon qilganimizcha ma'lumot beramiz. Yana bitta shartnoma turi bor. Uni siz izohlarda yozib qolding. Xudo xohlasa unga ham bitta video qilib beraman. Oldi sotdi shartnomalari u ham yozma, ham og'zaki bo'laveradi. Ya'ni bunga oddiy misol qilsangiz, magazinga kirasiz, nimanidir xarid qilasiz, chek bersa berdi, bermasa yo'q. Ya'ni agar chek beradigan bo'lsa, demak